O'rtoq, bugun senga nima bo'pti? Kechgacha kayfiyating bo'lmadi. Bugun seni tug'ilgan kuning bo'lsa, undan keyin yangi lavozimga tayinlanding. Xursand bo'lmaydimi odam? Hey, eshitayapsanmi? Senga gapiryapman. O'rtoq, qo'rqib ketyapman. Nimadan qo'rqasan? Shuncha kuch, obro' e'tibor, yildan yilga ulg'ayish. Go'yoki bularni hammasini xuddi ota-onamdan tortayotgandek his qilaman. Men ulg'ayganim sari ular qarab boryapti. Bolaligimizda katta bir daraxtni atrofidagi mayda o'tlarni yulib tashla deyishardi. Bilasanmi nimaga? Bilmasam. Chunki o'sha mayda o'tlar kuchga to'la katta daraxtdan quvvat olib o'sardi. O'sha mayda o'tlar sen bilaman. Kundan kunga ota-onamizni quvvatini sug'urib olamiz. Bir shoir aytgan ekan: ko'p chiranma ey alqomat tog'. Osmonlarga yetsa ham boshing. Agar vaqt kelsa asray olmaysan bag'ringdagi qizg'aldoqlaring. Qo'rqinchli-a? O'ylab ko'rmagan ekanman. Mayli, ketdik.